Germaniya xomashyosining umumiy tavsifi. Germaniya ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari boshqa kam uchraydigan elementlarga xos bo'lsa-da, Germaniya texnologiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar uni sanoat miqyosida olish uchun foydalanish mumkin bo'lgan tabiiy xomashyolarning g'oyat xilma-xilligi bilan bog'liq. Ularni 3 asosiy guruhga ajratish mumkin. Asosan gidrotermal kelib chiqqan rangli metallar va sulfidli rudalar, ikkilamchi oksidli temir rudalari, magnetitlar, boshqa materiallar, qo'ng'ir va toshko'mir, neft, asfaltlar, slanitslar. Germaniya zaxiralari, mahsulotlari. Har xil turdagi ko'mirlarda Germaniyaning miqdori 0,1% dan 0,1% gacha o'zgarib turadi. Germaniya asosan kam metamorflashgan ko'mirlarda to'planadi. Kislorod ortiqcha bo'lgan sharoitda yoqilg'i yoqilganda Germaniya quyidagicha taqsimlanadi. Foizlarda: shlakda 51,7, kulda 19, changda 0,25, gazlar bilan yo'qotilishi 29% tashkil etadi. Germaniya ishlab chiqaruvchi yetakchi mamlakatlar: Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belgiya, Kanada, Germaniya, Rossiya Federatsiyasi. Germaniya 2024-yilda 100 tonnadan ortiq eksport qilingan. US Geological Survey, Amerika Qo'shma Shtatlari tashkilotining statistikasiga ko'ra, dunyodagi Germaniya zaxirasi 8600 tonnani tashkil etadi va quyidagi davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy Xalq Respublikasi 41%, Amerika Qo'shma Shtatlari 45%, Rossiya va boshqa mamlakatlarda 14%. Bugungi kunga kelib Angren shahri hududida 83 gektar yer maydonini egallagan jami 300 million tonna Germaniya saqlagan chiqindi to'plangan. Uning tarkibida Germaniya miqdori 51 gram tonnani tashkil etgani, loyihada ko'rsatilgan texnologiya asosida ajratib olish darajasi 90% ekanligini hisobga olib, umumiy 13770 tonna Germaniya zaxirasi mavjudligini bilamiz. Ayni vaqtdagi real sharoitlardan kelib chiqib, yiliga toza holdagi Germaniya metallini ishlab chiqarish hajmini 5000 tonna deb baholaymiz. Germaniyaning jahon bozoridagi o'rtacha narxi $40,000 ekanligini inobatga olsak, yillik $20 million daromad olish imkoniyati tug'iladi. Germaniyaning ishlatilish sohalari: optik tolali tizimlar, infraqizil optika, yarim o'tkazgichlar sanoatida, quyosh batareyalarida hamda kimyoviy katalizatorlar sifatida qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.